Bugungi darsimiz Django loyihasining 4-darsi. Django Class Based View, ya'ni Djangoda sinflar, ya'ni klasslar orqali yaratiladigan viewlar haqida bo'ladi. Biz o'tgan darsimizda Function Based View, ya'ni funksiya orqali view yaratishni ko'rgan edik. Endi bugungi mavzu bo'yicha Djangoda Class Based View, bu Python sinflari yordamida yaratiladigan view bo'lib, ular veb so'rovlarni qabul qiladi va javob qaytaradi. Hamda kodni tartibli va qayta foydalanish mumkin bo'lgan va obyektga yo'naltirilgan tarzda yozish imkonini beradi. Buning xususiyatlarini aytadigan bo'lsak, qayta foydalanish uchun umumiy funksiyalarni bazaviy sinfda yozib, boshqa viewlarda ishlatish mumkin. Hamda generic viewlar orqali Djangoda list view, detail view, create view, update view, delete view kabi tayyor sinflar mavjud. U birmuncha ishda yengillik beradi. Hamda mantiqni ajratish, ya'ni har bir HTTP metodini get, post, put hamda delete kabi alohida metodlar orqali yoziladi. O'tgan darsimizda biz class view, function based view orqali view yaratgandik. Bu safar class based view, ya'ni sinflar orqali view yaratib, modeldagi yaratilgan matnlar ro'yxatini HTTP, ya'ni template shablonda ko'rsatishni ko'rib chiqamiz. Dastlab loyihamizni models faylini olamiz. Loyihadagi models faylda, ya'ni saytimizga chiqaradigan kontentimizni modeli yozilgan, bu model qoladi. Ikkinchi nimamizda faylimizdagi o'zgarish view fayli bo'ladi. Ya'ni bu yerda viewimiz funksiya orqali yaratilgan, ya'ni mana def kalit so'zi orqali funksiya yaratilgan. Endi bu funksiya emas, klass orqali yaratishni ko'rib chiqamiz. Dastlab biz klass yaratamiz. Klass orqali o'sha yaratadigan home nimamizga nom beramiz. Home list deb, ya'ni home sahifasida chiqadigan list. Va u yerga list viewni chaqiramiz. List view. Mana list viewni yozishimiz bilan list viewni o'zining nimasini fleet orqali yozib yuboribdi. Biz from Django views genericdan generic listdan import qilamiz, ya'ni list viewni. O'shanda o'sha home list klassimizda list view funksiyasi klassi ishlaydi. Undan keyin o'sha yaratilgan modelni shu sinfda qo'llaymiz. Home list, ya'ni home biz yaratgan modelimiz o'sha post list edi. Post modeli. Undan keyingisi template name, ya'ni o'sha klassimizda, ya'ni sinfimizda template name'ni belgilab olamiz. Template name qaysi nimani template nimani ichida turgan bo'lsa, o'sha nima yoziladi. Ya'ni template name index.html. Bu yerda list view Django'dagi tayyor generic view bo'lib, ular ma'lumotlarni ro'yxatda ko'rsatadi. Object list esa bu avtomatik hosil bo'ladigan o'zgaruvchi, unda modeldagi barcha obyektlar bo'ladi. Undan keyingisi u biz yaratadigan URLs, ya'ni blok
app ichidagi URL faylini yaratamiz. Buning uchun biz endi home list view'ni chaqirib olamiz. Ya'ni views'dan buni o'chiramiz. Funksiya kerak emas bizga. .views, ya'ni views'dan import qilamiz home listni. Va URLs patterns ichida paz endi boshqacha yoziladi. Ya'ni paz asosiy loyihamiz URL'i, ya'ni home listimiz home list va .asview virgul name uchun, ya'ni xohlagan bir name yozsak bo'ladi. Ya'ni home list uchun home list degan name berib qo'yamiz. O'sha URLda, o'sha template'da views, ya'ni boradigan ma'lumotlar template'ni qayerga chiqishi uchun o'sha home list name orqali o'sha joyga boradi. O'shaning uchun unga nom beriladi. Ya'ni bu yerda asview bu Python sinf funksiyasiga aylantiradi. Djangoning URL tizimi uni view sifatida tanishi uchun kerak bo'ladi. Endi biz oldin yaratgan index.html faylimizda hech qanday o'zgarish qilmasdan bu yerda for orqali yaratadigan objektimiz, ya'ni object in object list deb, ya'ni barcha obyektni chaqiramiz. Object list va bu yerda data emas, o'sha yaratilgan object title va object matni bo'ladi. Object matni va mana shu yerda qo'shimcha foiz belgisi empty bo'ladi. Empty, ya'ni agar ma'lumot yo'q bo'lsa, o'sha yerda li tegini ichida ma'lumot yo'q deb ko'rsatadi. Hozircha ma'lumot yo'q. Buni bu kerak emas. Yo'q, mayli, olib tashlaymiz. Biz hozir bu yerda h3 va p tegi bilan yozganmiz. Bu yoqni ham li tegi bilan yozganimizda bu yerda li tegi ishlardi. Hozir h3 bilan p tegi orqali yozilgan ekan, shuning uchun buni olamiz. Endingi navbat serverni qayta ishga tushiramiz. Models to'g'ri, admins to'g'ri va serverni qayta ishga tushirish uchun Python -py run server. Mana loyihamiz ishga tushdi. Endi o'sha loyihani template'da ochib olamiz. Ya'ni biz loyihamizga blog deb URL qo'ygandik. Mana shu URLlarimiz mana
avvalgi 3-darsimizda bu yaratilgan kontentlarimiz funksiya orqali yaratilgan wave'lar orqali ko'rsatgandik. Hozirgi darsda esa class based, ya'ni sinflar orqali yaratilgan wave orqali eski kontentlarimizni, ya'ni matnlar ro'yxatini shu template'da ko'rsatdik. Shu bilan class based wave darsi yakunlandi.